alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Va'da berganimdek, bugun juda ham muhim, keng tarqalgan kasallik haqida gaplashamiz. Qisqa videolarga nisbatan qaramlik to'ppa-to'g'ri eshitdilaring. Albatta bu juda ham og'ir, keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Ma'lum bir yillar o'tsin, vaqt o'tsin, hozirgi Z avlod vakillari yoshligidan 3 yosh, 5 yoshligidan boshlab turib shu videolarni ko'rsin. Balkim shu narsa bo'layotgandi. Ko'rib katta bo'lsin-da, bunaqa avlod ko'pgina sonda bo'lib ketgandan keyin o'zi davlatning qanchadir darajasi pasayadi. Qaysidir ota-onalar yoki insonlar boradi, men uzoq ishlarni qila olmayman, doktor, nima qilay? Diqqat qarata olmayman, chaqib ketib qolaveraman deb turib ko'pgina odam shifokorlarga borib murojaat qilsin-da, keyin bu diagnoz o'ylab topiladi va bugun mexanizmini tushuntirib beraman. Mana shu mexanizm tushunib yetiladi, o'zi ko'pchilik biladi shifokorlar bu mexanizmni va bugun o'rganadigan lichenamiz balkim davlat standartiga ham kiritiladi. Va mana shu lichenalarni qabul qilgandan keyin, qo'llagandan keyin o'rniga qo'yib turib davolanib ketib qoladi. Shunaqa kasallik ham o'ylab topiladi, xudo xolasa. Sizlarda ham bordir balkim bu kasallik. Har kun qanchadir vaqtlaringda 3 soat, 4 soat, 5 soat, kimdadir undan ham ko'p, kimdadir ozroq vaqtlaringda Instagram, TikTok, YouTube'dagi short videolarga sarflab qo'yapsizlar. O'zlaring bilasizlar, mana shu odat yomonligini, mana shu zararli odatdan kechsalaring hayot sifatlaring yaxshilanishini, biror bir qanaqadir qo'ygan maqsadlaringga erishishlaring mumkinligini bilasizlar, lekin qila olmaysizlar. Kechqurun uxlashdan oldin, "Voy 5 soat ko'rib qo'yibman, bo'ldi, ertagadan tashlayman Instagram ko'rishda" deysizlar, TikTok ko'rishda deysizlar, lekin tasha olmaysizlar. Bir kun tashasizlar, 2 kun tashasizlar, baribir indindan yana video ko'rishda boshlab ketasizlar. Shunaqa narsa. Bu qanaqaga o'xshatsa bo'ladi? Gripp bo'lgan odam burni oqib, tomog'i og'rib, yo'talib sizlarni oldilariga keldi. "Ey, burningni oqqizma, yo'talaverma" deb aytyapsizlar. Ona odam biladi, burnini oqqizmasligini, oqishini xohlamasligini yoki yo'talmasligini o'zi biladi, lekin bu yerda yallig'lanish mexanizmi ishlab ketib qolyapti. Shuni hisobiga klinika yuzaga kelaveryapti. Men u chiransa ham, kuchansa ham baribir burni oqaveradi. Baribir tomog'i qichib ketib, reflektor yo'tal yuzaga keladi. Ana Instagramga, TikTokga qaramlik ham xuddi shunaqada. Ona odam biladi, anglaydi, lekin ma'lum bir vaqt kun o'tgandan keyin yana shu odatini takrorlayveradi. Buni yechimiga bag'ishlangan videolarni ko'p qidirib ko'rdim. YouTube'da asosan motivatsion ruhdagi videolar. Ota-onanglarni o'ylanglar, vaqtlaringni qadriga yetinglar, narigi dunyoda javob berishni o'ylanglar, shunaqa narsa. Mexanizm bilan asoslangan videolar ham bor ekan, bir ikkita. Ana shu videolardan olgan xulosalarimni va tibbiy bilimlarimni sizlarga umumlashtirib, bitta yaxshi video qilib beraman. Birinchi o'rinda mexanizmni tushunib olamiz. Har bitta kasallikning mexanizmini tushunsak, kerakli joyga bolta urib, ma'lum bir joylarda o'stirib stimullab turib, biz kasallikdan qutulsak bo'ladi-ku. Shunga o'xshab turib, birinchi mexanizmni tushunib olamiz, keyin kerakli joyga bolta uramiz, keraksiz joyga bolta uramiz, kerakli joyda parvarishlab, xudo xolasa kasallikdan qutulamiz. Shunaqa narsa. Hop, short videolarga nisbatan qaramlik yuzaga kelishini tushunishdan oldin biz harakat qilishimizni mexanizmini tushuna olishimiz kerak. Unaqa chuqur tushuntirmayman, chunki bu ommabop kasallik, hamma tushuna olishi kerak. Sodda tilda tushuntirib beraman. Biz biror bir harakat qilishimiz uchun organizmimizda qanchadir miqdorda dopamin ishlab chiqarilishi kerak va mana shu dopamin bizni harakatga undaydi. Mana bu skelet mushaklarimizga astilxolin kelib turib, NM retseptorlarga o'tirsa, bizning skelet mushaklarimiz qisqaradi. Skelet mushak qisqarish mexanizmini bilasizlar. Qon tomirlaridagi alfa 1 retseptorga noradrenalin kelib turib o'tirsa, qon tomirlarimiz torayadi. Yuragimizdagi beta 1 retseptorlarga noradrenalin kelib turib o'tirsa, yurak urishimiz soni oshadi. Demak, har bitta organ ish qilishi uchun ma'lum bir mediator, neyrotransmitter, maxsus modda kelib turib retseptorga o'tirish kerak ekan va mana shu harakatda a'zoni funksiyasini amalga oshirib berar ekan. Bizning miyamizda ham xuddi shu jarayon. Men biror bir ishni qilmoqchiman. Sizlarga gapiryapman, mana bu markorni ochmoqchi bo'lyapman, yoki sizlar mana shu videoni oxirigacha ko'rmoqchisizlar, yaxshi gapni gapiryapti deb turib, like bosmoqchisizlar. Hammasi uchun sizlarda qanchadir miqdorda dopamin ishlab chiqarilishi kerak. U dopamin kibrlaringni yengib turib, ana shu harakatni qilishlaringga yetarli miqdorda bo'lishi kerak-da. Shunaqa narsa. Shundaga, demak, biz harakat qilishimiz uchun dopamin kerak ekan. Endi periferik nerv sistemamizda, periferik sohalarimizda, organlarimiz atrofidagi nervlarda, presinaptik bo'shliqda, vezikulalarda astilxolinlar to'plangan holatda bo'ladi. U astilxolinlar neyronlarda o'zida hosil bo'ladi somalarida, lekin markaziy nerv sistemasida diffuz holatda hamma neyronlarda dopamin hosil bo'lmaydi. Dopamin aynan ayrim lokatsiyalarda hosil bo'ladi. Qayerda? Bizda o'rta miya degan soha bor. Endi butun miyani chizib o'tirmadim. Mana shu yer o'rta miyada tasavvur qilinglar. O'rta miyada ikkita joy bor. Ventral tegmental area va substansiya nigra degan soha bor. Ventral tegmental area
ventral tegmental area va substansiya nigra. Mana shu ikkita joydan dopamin ishlab chiqariladi va mana shu dopamin har xil joylarga, asosan 4 xil joyga tarqalib, o'zini ishini bajarib beradi. Biz bilishimiz kerak bo'lgan ikkita yo'l bor xolos. Mana shu yerdan, ayniqsa ventral tegmental areadan chiqadigan dopamin mezokortikal yo'l bo'ylab korteksga, shu peshona bo'lagimizga boradi. Mezolimbik yo'l bo'ylab limbik sistemamiz a'zolariga boradi. Endi boshqa joylarga ham boradi. Nigrostrial yo'l bor, tubulo-infundibular yo'l bor. Ularni bilishimiz shart emas. Shunchaki mana shu ikkita yo'lni tushunib olsak, biz mexanizmni tushunib olamiz. Nima bo'ladi? Mana shu ventral tegmental areadan chiqqan dopamin mezolimbik sohaga borar ekanda, mana shu yerdagi borgan dopamin bizni harakatga undaydi. Harakat. Biz harakat qilganimizda mezolimbik sohasi aktivlashib turib, qanchadir miqdorda bizda opioid hosil bo'ladi. Tabiiy opioidlar. Opioid. Tabiiy opioidlar bilasizlar, enkefalin, endorfinlar. Ana shular mezolimbik sistema aktivlashgan paytda ajralib chiqadi va mana shu opioidlar bizda maza qilish hissini beradi, qoniqaligi. Rohatlanish hissini beradi va biz maza qilganimizdan keyin qanchadir miqdorda qoniqish paydo bo'ladi. Qoniqish. Agar qoniqish hissi yetarli miqdorda bo'lmasa, qoniqish aytaylik oz darajada bo'ladigan bo'lsa, ventral tegmental area stimullanib turib, yana boshqatdan dopamin ishlab chiqariladi va biz boshqatdan harakat qilib turib, ana shu mazani his qilaveramiz. Shunaqa narsa. Mezokortikal sohaga borgan dopamin nima qiladi? Mezokortikal sohaga borgan dopamin bizni shu boshlagan ishimizda davom ettirishimizda, diqqatimizda, irodamizda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Diqqat deylik. Diqqat. Shunday-a, harakatni boshlashimiz uchun ventral tegmental areadan chiqqan dopamin mezolimbik sohaga borish kerak ekan va uni davom ettirib, oxir natijaga erishishimiz uchun, davom ettirishimiz uchun mezokortikal sohaga borish kerak ekan. Va harakatni tugallaganimizdan keyin bizda opioid hosil bo'lar ekan va shu opioid orqali biz qanchadir miqdorda maza qilamiz. Agar sun'iy opioid dorilarni qabul qilsa, mana bu bosqichlarsiz bittada ko'pgina opioid bizda maza qildish, rohatlanish hissini chaqiradi-yu, narkomanlikda mexanizmi bilasizlar buni. Qoniqish hissi juda ham yuqori bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa. Shunday-a, endi dopaminni o'zini vazifasi desa, biz neyrotransmitterlarni bilib olishimiz kerak, mexanizmni tushunishimiz uchun muhim. Bizda mediator degan narsa bor, neyrotransmitter. Ular bitta neyrondagi impulsni ikkinchi neyronga uzatib beradi. Neyronlar bir-biriga tegib turmaydi-da, ularning orasida qanchadir nanometrdir, balkim juda ham kichkina masofa bo'ladi. Ana shu masofa bo'lganligi uchun bitta neyrondagi aktivlanish ikkinchi neyronga o'tib ketib qolmaydi. Bitta neyrondagi aktivlanishni ikkinchi neyronga o'tkazib beradigan tuzilmalarning nomini neyrotransmitterlar, mediatorlar deydi. Dopaminimiz ham o'sha neyrotransmitterlarning bitta vakili hisoblanadi. Bitta neyronda oxirdagi akson terminalida, vezikulalarda saqlangan bo'ladi. Bu yerdan impuls kelsa, vezikulalardan o'sha dopaminlar sinaptik bo'shliqqa chiqadi va sinaptik bo'shliqdan nariga neyrondagi postsinaptik sohadagi retseptorlarga o'tiradi va mana shu retseptorlarga o'tirgandan keyin impuls bu neyronga jo'nab ketaveradi. Shunaqa narsa. Ventral tegmental areadan chiqqan dopamin mezolimbik sohaga borarkanda, mezolimbik sohadagi retseptorlarga o'tirib turib, bu yoqqa aktivlab ketaveradi. Shunaqa narsa. Tushundikmi? Tushungan bo'lsak, endi sekin qaramlik yuzaga kelishini o'rganib olsak bo'laveradi. Birinchi oddiy narsalardan boshlaylik-da, keyin chuqurlashib boramiz. Biz yoshligimizdan hamma narsalarga qiziquvchan bo'lib tug'ilganmiz. Xudo tomonidan bizga berilgan refleks. Hamma narsaga qiziq o'rganib turib, bizga refleks berib qo'yilgan. Yosh bolani ko'rgansizlar-a? Hamma narsaga nisbatan qiziquvchan. Issiq narsa bo'lsa ham boraveradi, qanaqadir tovlanib turgan narsa bo'lsa yaqinlashib ketadi. Hamma narsani ushlab og'ziga solgisi keladi. Qiziquvchan bo'lib yaratilgan. Xudo tomonidan berilgan refleks. Men biror bir yangi narsani ko'ryapmanmi, qiziqamanda ana shunda nimaligini bilishga harakat qilaman. Shunaqa narsa. Aytaylik, men bitta oddiy narsaga nisbatan yaxshi refleks shakllanishi, endi uni qaramlik deb bo'lmaydi. Shuni o'rganib olamiz. Aytaylik, men 3 yosh bo'ldim, 4 yosh bo'ldim deylik, biror bir yegulik berishdi. Aytaylik, olma. Mana men olmani umrimda yemaganman 3 yoshimgacha deylik. Olmani vobshe yemaganman. Olmani ko'rdim, kimdir menga beryapti, qiziqyapmanda og'zimga soldim yoki yedim. Yegan vaqtimda endi men olmani oldin ko'rmagan bo'lsam ham, menda Xudo tomonidan berilgan refleks orqali dopamin ishlab chiqariladi va mana shu dopamin meni harakatga undaydi. Dopamin. Va mana shu dopamin orqali men nima qilaman? Harakat qilaman. Dopaminni mezolimbik sohaga borib harakatga undaydi. Harakat natijasida menda opioid ajralib chiqib, qanchadir miqdorda maza qilish hissi paydo bo'ladi, chunki olma shirin narsa, yoqadi menga. Keyin bu mazani his qilgandan keyin menda qanchadir miqdorda qoniqish paydo bo'ladi. Agar olmaga to'ymagan bo'lsam,
so'rayman onamdan, yana olma bering deyman, yana berishadi, yana yeb ketaveraman. Agar menda qoniqish hissi past bo'ladigan bo'lsa, bu qoniqish pastligi menda yana dopamin ajralishiga sabab bo'ladi. Va mana shu dopamin meni yana harakatga undaydi va men maza qilib yeyman olmani. Qanchadir yeganimdan keyin menda qoniqish yetarli darajaga chiqadi, qoniqish ko'p bo'ladi. Qoniqish ko'p bo'lgandan keyin bo'ldi, men harakatimni to'xtataman. Qonim ishib ketdi deylik misol uchun, agar shirinligi yo'qorayotgan bo'lsa ham. Shunaqa. Endi qaranglar. Men olmadan maza qildim. Agar men maza qilmaydigan narsa, bir achchiq narsa, limonmi nimadir deb berishsa, nima bo'ladi? Men qiziqaman u limonga. Dopamin ajraladi, harakat qilaman, lekin maza qilmayman. Yoqimsiz bo'lganligi uchun bo'ldi, qoniqish o'ta yuqori darajada bo'ladi, qoniqmayman xullas va bu harakat menda bo'lmaydi-da, xotira paydo bo'lib qoladi. Qaytib limonni ko'rsam, u harakatni qilmayman. Limonga nisbatan menda dopamin ishlab chiqarilmaydi. Ongsizlarcha borib turib limonga yopishib yeb ketavermayman. Shunaqa narsa. Endi menga yoqqan narsa, men maza qilgan narsa bir necha marta takrorlansa, ana shu narsani ko'rishim bilan yoki eshitishim bilan menda o'zi dopamin ishlab chiqariladi. Qo'limga berish shart emas. U qanaqa paydo bo'ladi? Mana men olmani ko'rdim birinchi marta, dopamin ajraldi, harakat qildim, maza qildim, qoniqdim. Shu harakatni 3 kun o'tdi, 5 kun o'tdi, qanchadir vaqtlar oralig'ida takrorladim. Olmani menga berishganda yedim va maza qildim. Ana shu maza qilgan vaqtimda miyamda aktiv o'choqlar paydo bo'lib qoladi. Misol uchun olmani ko'rgan vaqtimda ensa sohimda, misol uchun mana shu yerda aktiv o'choq paydo bo'ldi, yoki olma so'zini eshitishim bilan chakka sohimda aktiv o'choq paydo bo'ldi, yoki qornim ochgan vaqtda misol uchun uzunchoq miyamda deylik, har xil joylarda menda aktiv markazlar paydo bo'ladi. Men olmani ko'rsam, shunaqa eslasam, eshitsam, ana shu paytda mana bu aktiv markazlarni o'zi stimul berib tashlaydi ventral tegmentar areaga. Natijada bu yerdan dopamin ishlab chiqariladi-da, menda olma yo'q bo'lsa ham, olma yegim kelib turib, magazinga chiqaman yoki xonadonlikka borib turib, olmani yuvib iste'mol qilib yeyman. Shunaqa narsa. Xullas, miyamiz shunaqangi tuzilganki, u hozir bilan fikrlaydi-da, uzoq muddat bilan fikrla olmaydi. Men hozir harakat qilsam, tinimsiz o'qiydigan bo'lsam, kelajakda hayot sifatim zo'r bo'lishi bilan miyamda ish yo'q. U hozir yashasa, hozir maza qilsa, hozir rohatlansa, shunaqa narsa. Men mana bu mazzani his qildirib qo'ydim-ku miyamga. Mazza qilgan vaqtimda menda opioid chiqqanligi uchun miyam rohatlandi. Va shu harakatni qayta qiladigan bo'lsam, mana shu ishni qildiradigan bo'lsam, organizm o'zini yaxshi his qilar ekan, rohatlanar ekan deb o'ylaydi-da, menda buni odat shakliga kiritib qo'yadi. Olmani ko'rib qolsam yevaraman, yoki bo'lmasam olma ancha yemay qo'ysam, mazzani his qilmay qo'ydim-ku qanchadir vaqt. Ana shu paytda triggerlar menga stimul beradi-da, menga olmani eslatadi. Endi bu tabiiy narsa bo'lganligi uchun bu yerdan chiqayotgan dopamin unchalik miqdorda yuqori bo'lmaganligi uchun, maza qilish hissi ham unaqa yuqori bo'lmaganligi uchun bu unaqa qaramlikka sabab bo'lmaydi. Endi qaramlikka sabab bo'lishi mumkin bo'lgan, ziyoni ozroq bo'lgan oddiy narsa misolda o'rgansak, misol uchun endi flash, gorilla yoki ko'pchilik endi qizlarda ham bor bu yerda kola deylik. Kolaga nisbatan qizlar ham o'g'il bolalar ham ko'p va qaram bo'lib qolganligini shaxsan o'zim ko'rganman. Nima bo'ladi? Kolaga nisbatan qaramlik qana paydo bo'ladi? Yoshligimizdan televizorda reklama qilib keladi. Kolani ko'rmaganmizdan deylik, biror bir joyga borsak, idishda suv turgan ekan, kola ekan. Endi bizda Xudo tomonidan berilgan refleks bor. Nima qilamiz? Kolani ko'rganimizdan keyin bizda dopamin ishlab chiqariladi, qiziqib ko'rishimiz kerak. Dopamin ajralib chiqariladi, biz harakatga kiramiz. Harakat qilganimizdan keyin biz albatta kola u maza qildirish uchun, tarkibida glyukozalar juda ko'p bo'lganligi uchun bizda maza qilish hissi ham ancha yaxshi darajada bo'ladi. Qoniqish hissi endi ichganimiz darajasiga bog'liq. Aytaylik, bir ho'plam bir stakan, yarim stakan ichdik, qoniqish hissi u darajada bo'lmadi deylik. Keyin dopamin ishlab chiqariladi, biz yana kola ichamiz, quyib turib, shu harakatni takrorladik. Oxirida bir oshqozonimizda gaz to'planib ketadi, suv bilan to'ladi, kola bilan to'ladi va bizda oxiri qoniqish hissi yetarli darajaga yetadi. Biz kola ichishni to'xtatamiz yoki kola shunchaki tugaydi. Endi bu harakat qayta takrorlandi deylik. Qaysidir yana o'tirishga bordik, kola ichdik, yana o'tirishga bordik, kola ichdik. Ana shu vaqtda bizda nima bo'ladi? Biz kola ichgan vaqtimizda opioidlar chiqib turib maza qilganligimiz uchun miya rohatlanadi va mana shu rohatni yana his qilgisi kelib turib, mana bu yerdagi o'choqlar orqali biz kola o'tirishga bormasak ham, nimadir sabab tufayli kola olib kelmasak ham, bizga kolani eslattirgizaveradi. Mana bu aktiv o'choqlardan impuls boradi va bizni kola ichishga nisbatan harakatga undaveradi. Natijada pul berib magazinga chiqarib olamiz, yanimizda yoki o'zimiz chiqib turib kola olib turib ichaveramiz. Har safar endi kola ichganimizda nima bo'lyapti bizda? Bizda nima bo'lyapti? Mana bu halqa bo'lyapti-da, mana bu aktiv o'choqlar borgan sari kattalashib ketaveryapti. Tushundikmi? Endi qaranglar. Mana shu yerda bitta narsani bilishimiz kerak.
moddaga nisbatan qaramlik 4 ta bosqichda amalga oshadi. Qanaqa bosqich? Birinchi marta iste'mol qilish, uni gaplashdik va uni bir necha marta takrorlaydigan bo'lsak, bizda nima shakllanyapti? Odat shakllanib qolyapti. Odat shakllandi degani nima bo'lyapti? Ana shu ishimizni osonroq qilib ketishimiz. Misol uchun o'zimiz bilmagan holatda handallikka borib kola ichib olamiz. Haligi refleks bo'lib ketib qoladi-da. Agar handalligimizda doim kola turaveradigan bo'lsa, kola ichish odat shakliga kirib qolsa yoki qanaqadir ovqat yeyotgan vaqtimizda yoki qaysidir magazindan oldin o'tib ketayotgan vaqtimizda to'xtab turib kola olib boramiz. Ongsizlarcha bo'lib ketib qoladi agar bu odat tusiga kirib qolsa. Agar biz odatni yana rivojlantiraveradigan bo'lsak, nima bo'ladi bizda? Tolerantlik degan bosqich yuzaga keladi. Tolerantlik. U bosqichda nima bo'ladi? U bosqichda retseptorlar borgan sari internalization, ichkariga kirib ketadi degan narsa. Nima bo'ladi mana? Biz ma'lum bir jarayonni qayta qilaveryapmiz. Kolani ichaveryapmiz, kuniga 2 marta, 3 martadir ichyapmiz yoki har kuni ichyapmiz. Natijada bizda nima bo'lyapti? Presinaptik bo'shliqdan dopamin ko'p ishlab chiqarilyapti. Bu ishlab chiqarilgan dopamin orqaga qaytib, maxsus kanallar orqali reaptek bo'lib ketadi. Lekin biz u harakatni, odatni qayta qilaversak, bu yerdagi kirayotgan dopaminlar ulgura olmay qoladi va bu yerdagi retseptorlarga ko'p o'tirib, ko'p aktivlashni boshlaydi. Natijada bu retseptorlar kuchli, mana bu neyronni stimullab yuborishi mumkin-da. Retseptorlar shunaqa xususiyatga egaki, kuchli stimullanishdan o'zini himoya qilish maqsadida ichkariga botib kirib ketadi. Mana bu retseptorlar ichkariga botib kirib ketadi. Endi yo'q bo'ladi, tushunmasak ham bo'ladi. Ichkariga botib kirib ketdi deylik. Bu jarayonni internalization deydi. Yaqqol misolni bilasizlar. Tachifilaktik effekt deydi-da buni. Haligi naftimizm bor-ku, burniga tomizadigan. Burun bitgan vaqtda. Naftimiz endi boshida tomizsalaring zo'r effekt beradi. Burunlaringizni zo'r ochadi. Nafas olishlaring yaxshilanadi. Qanchadir 3 kun, 2 kun tomizganlardan keyin oldingidaqa burunlaringni ochmaydi. Ko'proq tomizishlaring kerak bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki naftimizin retseptorlarga ta'sir ko'rsatyapti-da. Retseptorlar kuchli aktivlashib, qon tomirni kuchli toraytira olmaslik maqsadida retseptorlar ichkariga internalization bo'lib ketyapti. Tachifilaktik effekt kuzatilyapti. Natijada retseptorlar kamayib ketyapti. Siz oldingi effektga erishishingiz uchun nima qilishingiz kerak endi? Ko'proq naftingizni tomizishingiz kerak. Xuddi shunaqa narsa. Bu yerdagi kola ichaversangiz, kola ichish uchun harakatga sabab bo'layotgan dopamin borgan sari ko'p ishlab chiqarilyapti va mana shu dopamin siz retseptorlaringizda ichkariga kirib ketishiga sabab bo'lyapti. Va bu yerdagi kirib ketish natijasida bu yerda ko'p dopamin bo'lsa ham oldingidaqa impuls mezolimbik sohaga kelmayapti va siz oldingidaqa maza qilmayapsiz. Oldingidaqa maza qilish uchun siz borgan sari kolani ko'proq ichishga harakat qilaverasiz. Kola ichish sonini oshirib boraverasiz va sizda odat borgan sari kuchayib, oxiri tolerantlik bosqichi keladi. Siz oldingidaqa maza his qilish uchun kolani ko'p dozasini oshirayotgan paytingiz hisoblanadi. Tolerantlik, ya'ni chidamlilik bosqichi. Siz maza qilmayapsiz. Organizmingiz chidamli bo'lib qolgan u moddaga nisbatan. Oldingidaqa sizga rohat bermayapti. U jarayondan o'tib ketib qolasiz, katta ehtimol. Tolerantlik oxiri qaramlikka sabab bo'ladi. Qaramlik bosqichida nima bo'ladi? Endi siz o'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun, miyangiz ishlashi uchun, kayfiyatingiz yaxshi bo'lishi uchun kola ichishga majbur bo'lib qolasiz. Agar kola ichmasangiz, siz oldingidaqa yaxshi bo'lmaysiz. Asabiyroq bo'lib qolasiz, miyangiz yaxshi ishlamaydi, o'qiy olmaysiz. Xuddi hayotingizda nimadir kamdek bo'lib qolaveradi. Qaramlik bosqichida nima bo'lar ekan? Retseptorlar juda ham kamayib ketib qoladi. Endi bu bosqichda siz maza qilish tugul, maza ham qilmay qo'yasiz bu bosqichda. Shunchaki o'zingizni yaxshi his qilish uchun kola ichishga qaram bo'lib qolasiz. Tushundingizmi? Kola ichmasangiz nima bo'ladi? Mana bu yerdagi aktiv markazlar juda ham kuchli aktivlashib ketgan. Sizga kolani eslataveradi, impuls beraveradi. Umuman kolani o'ylamasangiz ham bir kino ko'rib o'tiryapsiz yoki kitob o'qiyotgan paytingizda ham impuls mana bu aktiv sohalardan keladi-da, kola ich deyveradi. Siz kola ichmasangiz bo'lmaydigan holat yuzaga kelib qoladi. Tushundikmi? Endi biz va nihoyat short videolarga nisbatan qaramlikda gaplashamiz. Endi mana short video. Hop. Va nihoyat shu yerga yetib keldik. Mana bularsiz buni tushunishga iloji yo'q edi. Short videolarga nisbatan qaramlik. Men endi umrimda telefon tutmaganman deylik. Kimdir menga telefon berdi, Instagram, TikTok yuklab berdi. Xudo tomonidan berilgan refleks bor. Men nima qilaman? Instagram, TikTokni ochaman. Qanaqadir qiziq video chiqdi. Endi boshida refleks orqali dopamin chiqdi va menda harakat paydo bo'ldi. Videoni ko'ryapman va men qanchadir darajada maza qilaman. Meni qiziqqan futbollar haqidagi videolar chiqdi deyilgan, misol uchun. Maza qildim. Maza qilganimdan keyin menda qoniqish hissi endi umuman juda oz, minimal darajada paydo bo'ladi. Chunki u olma emas, tabiiy narsa emas yoki kola emas, oshqozonni to'ldirib qo'ymaydi, haligi gazi yo'q.
juda ham minimal darajada paydo bo'ladi. Chunki u virtual narsada, haqiqiy emas, oldimizda bo'lmayapti, ko'rib turmayapmiz haligi. Tabiat haligi oldimizda bo'lmayapti-da, sun'iy virtual narsa bo'lganligi uchun qoniqish hissi juda ham minimal darajada paydo bo'ladi va qoniqish hissi past bo'lganligi uchun dopamin yana ishlab chiqariladi va bizni yana harakatga undaydi. Xuddi Instagramga kirib turib bitta video ko'rib chiqib ketmaymiz-ku, haligi unchalik qoniqmaymiz, bitta ko'rsak maza qilmadim deymiz-ku, xuddi shunaqa narsa. Qoniqish hissi o'ta minimal darajada paydo bo'ladi va u bizdan yana dopamin ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi va men qanchadir miqdorda birinchi marta TikTok, Instagram ko'rganimda ko'raman. Dadam chaqirib qoldi, onam chaqirib qoldi yoki qaysidir ishni qilishim kerak bo'lgan vaqt kelib qoldi. Bo'ldi, men bu ishni to'xtatamanda qanchadir vaqtdan keyin yana telefonimni olib turib, yana shu harakatni qilaman. Bu harakatni men bir necha marta takrorlasam nima bo'ladi? Miyam mana shu telefon ko'rib, TikTok ko'rgan vaqtimda qisqa videolardan maza qilib qoldi. Va maza qilib opioid ajratganligi uchun mana shu maza qilish hissini osonlashtirish maqsadida endi menda odat shakllantirib qo'yadi. Telefonimni cho'ntagimga olib turib, kimgadir telefon qilaman deb turib, telefon qilib bo'lganimdan keyin Instagram, TikTokka kirib ketib qolaman, yoki kimgadir xabar yozaman deyman, tepadan bitta notification kelsa, Instagram, TikTokka o'zim bilmagan holatda kirib ketaman-da, nimaga telefonga kiravdaman deb turib, haligi bo'lib qolaman. Biror bir ishda miyam ishtirokisiz, avtomatik bo'lib ketishi refleks deyiladi-ku. Shunaqa odat shakliga kirib menda reflekslar paydo bo'lib qoladi. Ana shu telefonda Instagramga kirib ketishim osonlashib qoladi. Telefonni shunday olamanda ko'zimni yumib turib ham qayerda Instagram turganligini bemalol bosib kirib ketaveramman-ku. Shunaqa narsa bo'lib qoladi. Tushundingiz? Endi men borgan sari bu odatni takrorlarsam nima bo'ladi? Mana bu yerdagi aktiv markazlar sekin ko'payishni boshlaydi. Telefonni ko'rgan vaqtimda yoki qanaqadir narsani o'ylagan vaqtimda, xullas videoga oid nimadir o'ylagan vaqtimda mana bu aktiv markazlar menda trigger berib turib video ko'r duradi. Natijada nima bo'ladi? Natijada men video esimga kelaveradi, video xayolimga kelaveradi va men darrov yana short videolarga kirib, ularni ko'rishni boshlayveraman. Shunaqa narsa. Bu yerda chiqqan dopamin meni harakatga undaydi, opioid ishlab chiqarilib va men maza qilaveraman, qoniqish hissi unchalik darajada yuqori bo'lmaydi. Xullas men mana shu halqani ichida har safar kirganimda aylanib, qanchadir vaqtimni, yarim soatdir, 1 soatdir vaqtimni yo'qotib chiqib ketaman. Va odat shaklidan keyin menda tolerantlik bosqichi boshlanadi. Tolerantlik bosqichida short video ko'raveryapman. Har bunday qilishim uchun menda dopamin chiqish kerakmi? Mana bu yerdagi dopamin juda ham ko'payib ketdi. Reuptake bo'lgan isbot qila olmayapti. Bu yerdagi retseptorlar juda kamayib ketdi. Kamayib ketganligi tufayli endi menda maza qilish hissi oldingidaqa bo'lmaydi. Va boshida video ko'rganda, "Voy, zo'r qilibdi" deb kulib, haligi har bitta arzimagan narsaga ham haligi sal yiqilib tushsa ham kulib, maza qilib kulayotganim endi shunchaki qovoq solib turib, mashina ko'rib o'tiraveraman. Instagram, TikTokda yoqmaydi menga, lekin shuni qilaveraman, chunki mana bu triggerlardan menga impuls kelaveradi. Men harakat qilaveraman, lekin oldingidaqa maza qilmayman. Chunki bu yerdagi retseptorlar internalization bo'lib ketgan, kirib ketgan. Oldingidaqa maza qilmasam, lekin ana shu ishni qilaveraman. Organizm oldin qilgan mazasini eslab qoladi-da. Ana shu mazani his qildirish maqsadida sizni harakatga undaveradi, qovoq solib uyda ko'rib o'tiraman. Ozgina qanaqadir zo'rlar chiqib qo'ysa ko'rib qolaman. Bo'lgandir bu ham. Ustoz Instagram, TikTok ko'raman, medamga tegib ketgan haligi hazillar juda ham sodda, detskiy, bachkana yoqmaydi, lekin ko'raveraman deydiganlar bordir. Kimdir shu etapdadir. Bilmang, ana shu etapda bo'lsangiz, siz tolerantlik bosqichidasiz. Endi agar tolerantlik bosqichidan o'tib ketib qolsa, xudo ko'rsatmasin, qaramlik bosqichi yuzaga keladi. Qaramlik bosqichida nima bo'ladi? Endi siz o'tirib qolasiz shu narsaga. O'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun, biror bir narsa his qilishingiz uchun, o'zingizni normal his qilishingiz uchun ana shu Instagram, TikTok ko'raveradigan bo'lib qolasiz. Sizga yoqmasa ham mana shu ishni qilaveradigan darajaga kelib qolasiz. Bu yerdagi retseptorlar juda ham kamayib ketgan, dopaminlar ishlab chiqarilyapti, lekin bu retseptorlardan katta ehtimol jarohatlanadi, ichkariga internalization bo'lib ketadi. Siz kerakli mazani his qila olmaysiz, dopamin ishlab chiqariladi qoniqish hissi oz bo'lganligi uchun va siz borgan sari botqoqlikka kirib boraverasiz va bu halqada aylanaverasiz. Har aylanayotgan vaqtingizda mana bu yerdagi aktiv markazlar borgan sari kattalashib boraveryapti. Bular kattalashib borsa nima bo'ladi? Benahalda ham siz umuman o'ylamayotgan vaqtingizda ham sizga eslataveradi. Instagramga kir, TikTokka kir degan narsa bo'laveradi. Tushundikmi? Buni nimasi yomon endi? Biz bor dopaminni mezolimbik sohaga sarflab qo'yapmiz. Mana bor dopamin mezolimbik sohaga ketib, bizda opioid chiqish uchun sarflanyapti. Mezokortikal sohaga boradigan dopamin kamayib ketib qoldi. Mana bu yerga dopamin g'uvurlab ketadi, ketishi oson bo'lib qoladi. Bu yoqqa borishi qiyin bo'lib ketib qoladi. Nimaga? Haligi o't bor dalani ko'rgan bo'lsalaring kerak hamma. Ana shu yerdan odamlar 3 kun, 4 kun o'tsa, sekin yo'l tekislashib, haligi o'tlar tappaklashib, yo'lakcha paydo bo'lib qoladi. Biz mana bu yerdan dopaminni o'tkazaversak,
mezalimbik yo'lga dopaminni borishi shunchalik oson bo'lib ketadi. Haligi bitta yo'ldan odamlar qatnaversa, yo'l bo'lib tekis bo'lib chiroyli yo'l bo'lib qoladi-yu. Mana bu yo'ldan yurmayapmiz biz endi. Borgan sari u yerda o'tlar o'sib va odamlar yurishi qiyinlashib ketib qoladi. Shunaqa narsa. Tushundik-a? Bu yoqqa dopamin borish oson bo'lib qoldi, bu yoqqa dopamin borish o'ta qiyin bo'lib ketdi. Biz endi kitob o'qishga bir balo qilib harakat qilib dopamin ajratib oldik. Ozgina dopaminimizni mezalimbik sohaga yo'naltirib kitob o'qishga o'tib oldik. Lekin uni davom ettiramiz desak, mezokortikal sohaga dopamin bormayapti. O'tib olsa yo'llar odam yurib bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan. Natijada biz u yoqqa kitob o'qishda davom ettira olmaymiz. Va yana bu yerdan shilib etib trigger keladi. Trigger orqali biz bor dopaminni bu yoqqa ajratib, yana mana shu halqaning ichiga kirib qolib, aylanib qanchadir vaqtimizni isrof qilamiz, siqilamiz, oxiri boray deb turib ana shu maqsadimizdan, kitob o'qishdan kechamizda qanaqa shifokor bo'lsak, ana shu uruvendagi shifokorlik bosqichida ishlab yuraveramiz. Ko'riydir, boshqadir nimadir, kimnidir kamsitmoqchi emasman, lekin o'sish va rivojlanishdan to'xtab qo'yamiz. Shunaqa narsa. Tushunarli bo'ldimi? Mexanizmini tushunib oldik-a? Menimcha muammosi yo'q. Endi biz bor dopaminimizni mana yoqqa sarflasak, diqqatga qaratishimiz kamayib ketib qolar ekan. O'zlaringizda ko'rgandirsizlar, haqiqatan kitob o'qiy olmaysizlar. Uzoq bo'pti, kitob o'qish tugul YouTube'dan uzoq vaqtli videoni umuman ko'ra olmaysizlar. 14 minut, 15 minut video chiqsa, voy, mencha ko'p. 1 soatliklarda aytmay ham qo'yaveray. Shunaqa narsa bo'lyaptimi sizlarda haqiqatan? Bo'lyapti katta ehtimol. Kimdir qaysidir bosqichda, kimdir odat rivojlantirish bosqichida, kimdir birinchi iste'mol qilish bosqichida, kimdir tolerantlik va kimdir qaramlik bosqichida. Hamma bosqichda odamlar bor. Katta ehtimol. Endi qanaqa qilib turib biz bu odatdan qutulsak bo'ladi? Lichenasi qanaqa endi bu kasallikda? Lichenasi endi kimgadir g'alati tuyulishi mumkin, kimgadir bachkana tuyulishi mumkin, lekin motivatsion lichenadan ko'ra mana shu lichena aniq ishlaydi. 100% davo. Siz antibiotik qabul qilsangiz, qanaqadir bakterial kasallikdan tuzalasiz, immunosupressiv dorilar qabul qilsangiz, endi tuzalmaysiz, simptomlar yo'qoladi, qanaqadir autoimmun kasalliklardan. Xuddi shunaqa, buni ham davosi shu. Endi hali standartlar qatoriga kiritilmagan, lekin mana shu amallarni qiladigan bo'lsak, biz bemalol qutulib ketamiz mana shu zararli odatdan. Dastlab detskiy haligi hamma qilishi ham qiyin bo'lgan yechimlarni beraman. Ko'pchilik qilavermaydi buni. Keyin oxiri iloji yo'q, mana bu tolerantlik bosqichidagi odamlarga ishlaydigan yechimni beraman. Birinchi nima qanaqa? Birinchi zararli odatlaringni ro'yxatini tuzib olasizlar. Menda qanaqa zararli odatlar bor? Yozib fikrlash miyamizga juda yoqadi. Uni ham mexanizmi bor, tushuntirib o'tirmayman. Biz yozib nimadir qiladigan bo'lsak, miyamiz juda muhim ish shekilli turib qaraydi. Ro'yxatini tuzamiz. Short videolarga nisbatan qaramligim bor. Tishimni yuvmasdan uxlashlik odatim bor. Porno videolar ko'rish odatim bor. Shunaqa dangasalik odatim har xil. Sizlarga nisbatan endi short videolarga nisbatan qaramlik misolni o'rganaylik. Short videoga nisbatan qaramligim bor deb turib yozdik ro'yxatimizga. Endi buni anglab tushunib yetishimiz kerak. Mexanizmini tushunib oldikmi? Biz mana bu qo'llaydigan odatlarimizni 2 haftadan 12 haftagacha qo'llashimiz kerak. 2 ham bo'lishi mumkin. Kimdir yengilroq bosqichda bo'ladigan bo'lsa, lichenani 2 hafta yoki 12 hafta davom ettiradigan bo'lsa, endi eng maksimali 12 hafta. Lichenani agar siz 12 hafta qo'llaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol mana bu retseptorlaringiz boshqatdan o'sib chiqadi va sizda ozgina miqdordagi dopamin ham boshqa moddalar, boshqa yo'llar orqali dopamin ajralishi ham sizda maza qilishga sabab bo'laveradi. Endi uchinchisi triggerlarni bloklash. Triggerlarni bloklash degan nima degani? Siz telefoningizni ochib turib, telefon qilaman deb qayerga kirgan vaqtingizda tepada Instagram, TikTok, YouTube ko'rinib turibdi. U triggerda ko'zingizdan nur kirib turib, mana bu aktiv markaz orqali ventral tegmentar ariyani stimullab tashlayapti. Natijada siz kirib ketib qolyapsiz. Tushundingiz-a? Demak siz YouTube, Instagramlarda ko'rinmaydigan bitta papkani ichiga tiqib qo'yishingiz kerak ekan. Ana shu paytda mana bu triggerdan impuls kelishini yo'qotar ekansiz. Tushundingizmi? Endi ustoz, men shunaqa darajada o'sarmanmi? Shunchaki Instagram, TikTokda, YouTubeni ko'rib turib, shunchaki kirib ketib qolaveramanmi? Men unaqa o'sarmasman, shunchaki kirmayman desam kirmayman deyishlaring mumkin. To'ppa-to'g'ri, shunaqa kuchli kimdir kuchsiz. Buni sababi bor. Bizda impulsiv harakatlar avtomatik tarzda bo'lib ketib qola olmaydi. Hozir men sizlarga aytdim-ku, shunchaki mana bu yerdan trigger kelsa, biz endi jinnilarcha qo'polroq bo'lib ketsa ham, jinnilarcha shunday Instagram, TikTokka kirib ketavermaymiz. Baxtimizga Xudo tomonimizdan bizga prefrontal cortex degan soha berilgan. Prefrontal cortex bizda impulsiv harakatlarni to'xtatib turish qobiliyatiga ega. Misol uchun aytaylik, Xudo ko'rsatmasin, kimdadir porno videolarga nisbatan qaramlilik bor. Ana shu erkak kishi yoki ayol kishi
noqulay sharoitda aytaylik, qaysidir katta boshliqni oldiga bordi yoki hurmat qiladigan ustozning oldiga bordi yoki meni oldimga keldi deylik. Ana shu videoni ko'rgisi kelib ketib qolyapti. Mana bu triggerlar stimul beryapti. Lekin hozir noqulay sharoit bo'lganligi uchun, bu ayni vaziyati bo'lmaganligi uchun prefrontal korteksimiz buni ingibirlay olish qobiliyatiga ega. Ana shu joyda ko'radigan videosini ko'rib keta olmaydi-yu. Shunaqa narsa. Bizda ham har qanaqa impulsiv harakatda bostira olish xususiyatimizga ega. Misol uchun hojatga borgim kelyapti, lekin ayni dam emas. Videoni yozib olishim kerakda, keyin borishim mumkin bo'ladi. Menda impulsiv harakat paydo bo'lyapti, men uni to'xtatib turishim mumkin ma'lum bir vaqtga, prefrontal korteksim orqali. Yoki kimdir meni so'kdi, urgim kelyapti, jahlim chiqib ketyapti, lekin prefrontal korteksim orqali men uni pasaytirishim mumkin. Shunaqa narsa. Biz agar prefrontal korteksimizga ishonadigan bo'lsak, TikTok, Instagram, YouTube telefonimizda ko'rinib tursa, bemalol prefrontal korteksim orqali qila olarkanman, kirmay qo'ya olarkanman deb unga ishonadigan bo'lsak, buni kuchi unchalik kuchli emas. Hammani irodasi har xil, lekin eng kuchli irodali odam ham baribir qanchadir vaqtdan keyin bardosh bera olmaydi. Mana bu yerdagi triggerlar impuls beraversa, oxiri prefrontal korteksimiz ham boray deb turib shart ana shu zararli odatni qilib. Mana bu yechim emas. Bu yechim emas. Nima qilamiz? Birinchi ro'yxatni tuzib olamiz va 12 hafta qilinish kerakligini bilamiz va 12 hafta davom ettirishimiz kerak. Hozir aytadigan narsalarimda triggerlarni bloklar qilamiz. Telefonimiz ochgan vaqtimizda Instagram, TikTok, YouTube bizga ko'rinmasin. Mana bu yerdan impuls kelishini minimal darajagacha keltirmoqchi bo'lyapmiz-da hozir. Va telefon qilmoqchimiz, Telegramga kirmoqchimiz. Ana shu paytda tepadan notificationlar kelmasligi kerak. U ham bitta trigger. Notificationlarni o'chiramiz. Natijada bizda triggerlar kelishi minimal darajada bo'ldi. Mana ular kuniga 100 ta impuls beryapti. Endi triggerlar bo'lmaganligi hisobiga 70 tadir, 60 tadir ga tushadi. Mana mexanizmni tushunganingizda o'zi 30% zararli odatingizni kamaytirib beradi. Endi mana bu notificationlarni kamaytirishingiz, triggerlarni kamaytirishingiz yana foizini kamaytirib beradi. To'g'ri, bu usullarni qilib ko'rgansiz, detskiy yechimlar. Sabr qilib turingda, hozir ishlaydigan yechimini beraman. Xo'p, triggerni blokladik. Endi biz dopaminimizni boshqa yo'lga ishlatishimiz kerak-da, maksimal darajada band bo'lishimiz kerak. Sizda ham bordir, imtihondan oldin, ertaga imtihon, sessiya, stipendiya hal bo'ladi yoki qanaqadir o'ta IELTS imtihoni deylik yoki USML imtihoni. Hozirda talabalarim USML imtihoniga tayyorlanyapti. Ularga 1000 trigger keladimi, oldidagi o'rtog'i Instagram ko'rib kulib yotadimi, baribir ular dars qilishda davom etadi. Chunki organizm biror bir ish bilan band bo'ladigan bo'lsa, mana bu notification, 1000 triggerlar kelsa ham bu ishni qilmay turadi vaqtincha. Prefrontal korteksi bir muhim ish bilan band, buni ingibirlar ana shu ishni davom ettirib turadi. Bu paytda prefrontal korteks juda ham kuchli holatga yetadi. Demak, biz prefrontal korteksimizni kuchaytirib, ma'lum bir ish bilan band bo'lib turar ekanmiz. Umuman bo'sh vaqt qoldirmasligimiz kerak ekan. Nimadir kitob o'qishimiz kerak ekan, nimadir harakat qiladigan bo'lsak, prefrontal doimiy band bo'lib turadigan bo'lsak, biz Instagramga qaramligimiz, Instagramga kirishimiz, mana bu halqa bo'ylab aylanishimiz ehtimol kamroq bo'lar ekanda, mana bu retseptorlarimiz o'sib chiqib oladi. Maqsad 12 hafta mana shu halqaning ichiga o'ralashib qolmaslikda. Men qo'limdan kelgancha birinchi mexanizmni tushuntirib beryapman va yo'llarini aytyapman. Maksimal darajada band bo'ladigan bo'lsak, triggerlar 1000 chiqsa ham ana shu band bo'layotgan ishimiz bilan mashg'ul bo'lib turaveramiz. Endi space va time. Bu nima degani? Telefonda biror bir ish bilan shug'ullanyapsiz, o'sha o'zingiz band bo'lgan ishni qilyapsiz. Iloji boricha telefon uzoqroqda tursin. O'ta uzoqda tursin. O'sha oshxonadami, boshqa joydami, umuman oldingizda turmasin. Agar kvartirada yashasangiz, mashinangizga telefonni qo'yib kelsangiz ham bo'laveradi. Shunaqa narsa. Siz agar telefon yaqinligini bilsangiz, miyangizda mana bu triggerlar orqali impuls kelish ehtimoli ham oshib boraveradi-da. Shuning uchun siz qanchalik telefonni uzoqqa qo'yib qo'ysangiz, mana bu yerdan dopamin chiqib turib, borib telefonni olishga ham harakat kerak-da. Organizm erinib, ana shu triggerlardan impuls kelishi ham qiyinlashib ketadi. Bu ham bitta narsa. Mabodo siz kirib ketib qolsangiz ham, mana bu halqada ko'p aylanmasligingiz kerak. Time limitini qo'yib qo'yishingiz kerak. Kerak bo'lsa, o'rtog'ingizga telefonni berib, Instagramda yarim soatga, 15 minutga qo'yib qo'yda, o'zing xohlagan kodingga terib qo'y. Undan keyin foydalana olmay deb qo'ying. Yarim soat, 30 minut bir kunda foydalaning xolos va mana bu halqada ko'p aylanmang. Agar siz bu halqada ko'p aylanib qoladigan bo'lsangiz, mana bular borgan sari kattalashib, sizga triggerlarni berish soni ko'payib ketib qolaveradi. Agar siz kuniga 15 minut foydalanadigan bo'lsangiz, Instagramdagi short video ko'rish uchun sarflamaysizda, kerakli maqsadda, nimadir reklamasini ko'rish maqsadida yoki o'zingiz joylamoqchi bo'lgan videoni joylash maqsadida yoki YouTube bo'ladigan bo'lsa, kerakli ma'lumotni olish maqsadida foydalanasizda. Natijada mana bu halqada aylanmaysiz, boshqa maqsadda foydalanasiz. Endi kuchlat cheklash bo'ladigan bo'lsa,
uni foydali jihatlaridan foydalana olmaydigan bo'lib qolamiz. Endi muhit ham juda ham katta yordam beradi. Agar biz yaxshi o'qiydigan odamlar orasida bo'ladigan bo'lsak, ularga xalaqit bermaslik uchun Instagram, TikTok, YouTube ko'ra olmaymiz-da. Ular baribir bizga ta'sir qiladi. 4 ta yaxshi odam bilan yursang, 5-inchisi sen bo'lasan deydi. Shunaqa narsa. Endi bular hammasi detskiy yechimlar, olib qochma yechimlar. Mexanizmni borgan sari haliga kamaytirib beradigan yechimlar. Asosiy yechim nima? O'zimda ishlab bergan yechim nima? Bitta ilova hisoblanadi. Qanaqa ilova? OneSec degan ilova. Mana bu yerga yozaman. OneSec degan ilova. App Store ga kirasizlar. App Store'ni shu Play Marketga kirib turib, OneSec degan ilovani yuklab olasizlar-da. Menga yozsalaring, men sizlarga videosini tashab beraman. Qanaqa qilib turib bu ilovadan foydalanish kerakligini o'zlaring tekshirib titib ko'rib ham foydalanishda o'rganib olasizlar. Bu aynan mexanizmga bolta uradi. Nima qiladi? Aytaylik, mana bu triggerlardan impuls kelaveryapti. Men qo'limdan kelgancha ro'yxatini yozdim. Detskiy yechimlarni hammasini qildim. Ro'yxatini yozdim. 12 hafta qilishim kerakligini bildimda 12 hafta umuman short videolar ko'rmayman deb maqsad qildim, chunki mening maqsadlarim yuqori. Triggerlarni o'chirib qo'ydim, notifikationni o'chirdim. YouTube, Instagram, TikTokda ko'rinmaydigan joyga qo'yib qo'ydim. Papkani ichiga papka tiqib, papkani ichiga papka tiqib oxiri kirish qiyin qilib qo'ydim. Qo'limdan kelgancha band bo'lishga harakat qilyapman. Doim zalga chiqyapman, kitob o'qiyapman, nimadirlar qilyapman. Kunimni maksimal darajada band qilishga harakat qilyapman. Telefonimni uzoqqa qo'yib qo'ydim. O'rtog'imga berib 10 minut emas, 5 minut kuniga foydalanish kerak deb qo'ydim. Yaxshi vaqtga qo'shildim. Hammasi yaxshi ketyapti, lekin mana bu triggerlar meni g'ovlayapti, haligi qichityapti, qo'polroq qilib aytganda. Instagram, TikTokka kirgan o'ta kelib ketyapti. Yomon qichib ketyapti. Prefrontal korteksni bir ingi birlaydi, ikki ingi birlaydi. Oxiri baribir kirib ketib qolaman-da. Iloji yo'q, telefonni olib turib, mashinaga chiqib bo'lsa ham yo oshxonaga borib bo'lsa ham telefonimni olib turib, shat kirib beraman oxiri. To'g'rimi? Ana shu paytda bizda OneSec degan ilova yordamga keladi. U nima qilib beradi? Instagramga bitta kirgan vaqtingizda shunday avtomatik kirib ketmaydi. Nima qilib beradi? Qanchadir sizga vaqt beradi. 10 minut, 15 minut, 15 soniya vaqt beradi. 15 soniyaning ichida sizga ko'rsatadi. Chuqur nafas ol deydi. Chuqur bitta nafas olasiz, o'zi u chiqaradi haligi narsasini. Chuqur nafas olish narsasini chiqaradi. Siz chuqur nafas olasiz yoki olmaysiz, shunchaki bittada kirib keta olmaysiz-da. Shuncha bosqichlardan o'tib turib triggerlar baribir sizni stimulladi. Ana shu paytda ham Instagramga kirgan vaqtingizda bittada kirib ketmas ekan, orada 10-15 soniya vaqt bo'lar ekan. Nimaga kerak bu 10-15 soniya? Chunki mana bu qichishlik vaqti bor-ku, Instagramga kir deb g'ovlayotgan vaqt. Ana shu vaqt rosa bo'lsa 5-6 soniya bo'ladi xolosda. 5-6 soniya sizni rosa qichitib Instagramga kir deb g'ovlaydi. Ana shu vaqtga siz chidab bera olsangiz, o'sha 5-6 sekund oldingi qichish darajasi hozirgi qichish darajasidan ancha yengil bo'ladi. Bu paytda siz bemalol Instagramga kirish xohishini bemalol prefrontal korteksingiz orqali yenga olasiz. Qanchadir vaqt kir deyotdi, prefrontal korteksingiz kuchi yetmayotdi. Siz bir balo qilib borib mana bu to'siqlarni yengib turib Instagramni ochdingiz. Ochgan vaqtingizda bittada kirib ketmayapti. Orada 10-15 soniya vaqt bo'lyapti. Agar siz uni aytganini qiladigan bo'lsangiz, ya'ni chuqur nafas olib turib chiqaradigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Sizda miyangizga yaxshi qon borish natijasida prefrontal korteksingiz sal aktivlashadi. Mana bu yerdagi dopamin miqdori sal kamayib turib, xullas ishni qilmasligingiz ehtimoli juda ham katta miqdorda oshadi va agar haqiqatan tashlamoqchi bo'lsangiz va ongli ravishda tushunib yetsangiz, hozir Instagramga kirib ketib qolsam, short video ko'rsam, mana bu halqaning ichida harakatlanaman, aylanaman. Menda mana bu aktiv o'choqlar kattalashib borgan sari meni botqoqlikka botish ehtimolim ko'payib boraverar ekan deb turib, mexanizmini yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, mana 12 haftani 3-4 haftasini qilib qo'ydingiz. Yana bir tiyinga chiqaraman shuncha qilgan harakatimni deb tushunib yetsangiz, bo'ldi. Ana shundan keyin chiqib ketasiz. Endi u yerda bitta kirsangiz darrov kirib ketmaydi. O'sha 15 soniya o'tgandan keyin nimaga kirmoqchisan? To'xta deydi. Ana shu paytda har xil variantlarni chiqaradi sizga. Zerikib ketdim, uyqum kelmayapti, qanaqadir ma'lumot olmoqchiman, post joylamoqchiman, shunaqa deydi. Maqsadingiz tufayli endi bu yerda prefrontal korteksingiz kuchayganligi tufayli ongli ravishda bemalol kirasiz va o'zingizda maqsadingizni amalga oshirib olasiz. Endi OneSec ilovasida yana to'siqlarni ko'paytirsa bo'ladi. Misol uchun 15 soniya sanagandan keyin qanaqadir mashq yechish qilib qo'ysa bo'ladi. Boshqa to'siqlarni endi o'zingizda nafsingizdan kelib chiqib turib, bemalol foydalana olsangiz bo'laveradi. Shunaqa narsa tushuntira oldimmi? Menimcha tushundik. Asosiysi maqsad nima? Bu yerda mexanizmni tushunib olish va har bitta TikTokka kirayotgan vaqtingizda mana shu halqaning ichida aylanayotganligingizni his qiling. Har aylanayotgan vaqtingizda mana bu o'choqlar ko'payib boryapti. Oramizda shunaqa odamlar bor.
sog'lig'ida qanaqadir muammo bo'layotganini tushunib yetsa, umuman ana shu odatlarni qilmaydi. Shaxsan o'zim shunaqaman. Sigaret chekish meni sog'lig'imga o'ta ziyonligini bilaman-da, umuman chekmayman. Aroq, spirtli ichimliklar iste'mol qilish meni sog'lig'imga ziyonmi? Umuman iste'mol qilmayman. Mana TikTok, YouTube lar ko'rish meni sog'lig'imga ziyon ekan, chunki retseptorlarim ichkariga internalization bo'lib ketyapti, qanchadirlari zararlanyapti. Ko'p dopamin tufayli neyronlar o'lyapti. Endi o'lmaydi-yu, o'lish ehtimoli oshyapti. Menga ziyon bo'lyapti. Ko'pchilik buni ziyonligini, organizmga zararli ta'sir borligini bilmaydi-da. Shunaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, darrov bo'ldi, "Voy, bu ziyon narsa ekan" deb turib tashab ketaveradi. Ziyon maqsadlarda foydalanmaydi. Mana bu halqada agar aylanayotgan bo'lsam, men TikTok ko'rib o'tiribman, aylanayotganimni his qilaman mana bu halqada va borgan sari mana bu o'choqlar kattayib ketayotganligini his qilib turib, xuddi TikTok ko'rayotganimda ham sog'lig'imda qanaqadir muammo bo'layotgandek his qiladigan bo'lib qolganman-da men. Mana bu to'siqlardan o'tib kirib ketib qolsam, va nihoyat menga OneSec ilovasi yordam beradi. OneSec ilovasini o'zimda nafsimning darajasiga qarab turib to'siqlarni ko'paytirib qo'yaveraman. Shunaqa narsa. Bu ilova 1 yilligi $10 shunaqa, lekin haliga sotib olib turib pul to'lamasdan ham ishlatsa bo'laveradi. Shunday yuklab olasiz, bir haftasi tekin hisoblanadi. Keyin haliga oradagi mana etaplarni, to'siq qo'yish etaplarini ko'paytirish bosqichi sal ko'proq hisoblanadi. Ulardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, o'sha yiliga $10 xolos. Bir hafta foydalanib ko'ring, o'zi menimcha foydasini sezasiz va qancha bo'lsa ham to'layman deb qolasiz. Tekin ham ishlasa bo'laveradi. Voy pulli ekan deb turib foydalanmanglar. Xullas, foydasi tegdi degan umiddaman. Agar siz Instagramga nisbatan qaram bo'lsangiz, katta ehtimol nimadirga nisbatan qaramsiz. Har bitta narsani qaramlikda kelib chiqish mexanizmi shu hisoblanadi. Yoqqan bo'lsa, mexanizmni tushungan bo'lsangiz, foydasi tekkan bo'lsa, albatta kommentariyaga rahmat. So'zini shunchaki og'izda duo qilib qo'yishlarini so'rab qolaman va ko'pchilikka maksimal darajada tarqatinglar. Ancha mehnat keldi, bittada urinishda yoza olmadim bu videoda. Qanchadir vaqtim ketdi. O'chirib, qayerdadir gapim tutilib qolib, boshqatdan yozib qanchadir vaqtim ketdimi? Maqsadim ko'pchilikka foydasi tegishi. Sizni ham mana shu bitta videoda qaysidir gruppaga, qaysidir tanishingizga jo'natib qo'yish orqali qanaqadir foydada sherik bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin bo'ladi va qiynalib yurgan odam yechimini tushunib chiqib ketib qolib qanaqadir maqsadlarga erishsa va ko'p odamlarga yaxshilik qilsa, ana shu savob bizga ham kelib turadi. Ana shu maqsadimga sherik bo'lishlaringni xohlab qolaman. Yana shunaqa qiziqarli videolarni ko'rishni xohlasalaring, kanalimga a'zo bo'linglar, Javohir Bekmirzayev kanaliga. Xudo xolasa qiziqarli narsalarni va shaxsiy rivojlanish haqidagi narsalarni doimo ulashib boraman. Hammaga rahmat, charchamanglar, o'qish va o'rganishdan hech qachon to'xtamanglar.